Robot odamlarga qaraganda tezroq va aniqroq. Elon Musk miyaga Neuralink implantatsiyasi uchun robot ishlatganini tasdiqladi. 3-bemorga chip o'rnatildi. Assalomu alaykum, sizlar bilan Ustage. Elon Muskning Neuralink kompaniyasi miyaga Neuralink chipini implantatsiya qilish uchun robot yordamida miya kompyuter interfeysi texnologiyasida yana bir qadam tashladi. Bu qaror milliarder aytganidek implant o'rnatishda inson qo'llari kerakli tezlik va aniqlikni ta'minlay olmagani uchun zarur bo'ldi. Neuralink texnologiyasi lateral amyotrofik skleroz yoki orqa miya shikastlanishi kabi og'ir kasalliklarga chalingan odamlarga yordam berishga qaratilgan. Implant miya signallarini o'qiydi va ularni boshqaruv qurilmalari uchun buyruqlarga aylantiruvchi 64 ta yupqa simlarda 1024 elektrodni o'z ichiga oladi. Texnologiya birinchi marta 2024-yilning yanvarida insonda muvaffaqiyatli qo'llangan va bugun biz 3-Neuralink chipi istalgan kishi bilan muloqot qilishni taklif qilayotgan Bradford MITga o'rnatilganini haqida xabar bergan edik. Shu bilan birga Musk 5 yildan so'ng robotlar dunyodagi eng yaxshi jarrohlardan o'zib ketishini aytdi. Robotlar bir necha yil ichida yaxshi inson jarrohlardan, 5 yil ichida esa eng yaxshi inson jarrohlardan o'zib ketadi. Elon Musk. Shu bilan ushbu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.